Bizaga eng yaqin bo'lgan galaktika qaysi? Nima bu maktab bolalarga beriladigan savol? Nima bizani bilimsiz deb o'ylayapsanmi? Deyishingiz mumkin. Lekin aslida siz ham boshqa insonlar kabi xato javob berasiz. Astronomiyadan xabardor bo'lgan ko'plab insonlar adashib Andromeda deyishadi. Lekin o'rtoqlar, unaqa emas. Bizga eng yaqin bo'lgan galaktika bu katta Magellan galaktikasi hisoblanadi. Taxminan 1 milliard yulduzga ega bo'lgan bu kichik galaktika Yerdan 25 ming yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Ma'lumot uchun biz Somon yo'li galaktikasini markaziga yetib olishimiz uchun 26 ming yil kerak bo'ladi. Bundan chiqdi, bu galaktika bizga Somon yo'lini markazidan ham yaqinroq, to'g'rimi? Albatta. Bu galaktika tom ma'noda Somon yo'lini bag'riga kirib ketgan va 2003-yilda aniqlangan. Shu payt miyaga bitta savol keladi. Shuncha obyektlarni aniqlagan olimlar, shunchalik uzoqlarda turgan narsalarni aniqlagan olimlar, nahotki shu burnini tagida turgan galaktikani o'tkazib yuborgan bo'lsa? O'rinli savol va bunga o'rinli javob ham bor. Bu mitti galaktika osmonni ko'p miqdordagi yulduzlar va chang yig'ilgan yorqin qismi ortida joylashgan edi. Tabiiyki, bunaqa kuchli yorug'lik ortida nima yashiringanini bilish juda ham qiyin. Do'stim, siz Toshkentda chang ko'tarilganda 500 metr naryoqda nima turganini ko'rmaydigan odamsiz. Biza bo'lsa bizadan bir necha ming yorug'lik yili uzoqlikda turgan galaktika haqida gapiryapmiz. Tushunyapsizmi?